Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana bugun Bugatti ochish niyat qilganim. Ochib ko'raylik qani. 10 dan boshlab olamiz. Kuponlarim bor edi. O'shalarni. O, mana uji boshidan 2+ beryapti. Yaxshi emas, lekin boshidan berib beryapti-da. Boshidan 2+ berib beryapti. Keyin oqqizishi borda bizga nima bo'lsa ham 6 da tushmasligi kerak. Yana 1+ beryapti. Boshdan berayotgani yaxshi emas, yaxshi emas. 6 ga tushsa tamom bo'lamiz bo'ldi. 6 ga tushsa oqqizadi. Ancha pulga tushirib oladi. Polni beryapti, ya. Уже 5, 6, 6 da ham oqqizib yuboradi. Nima bo'lsa ham 6 ga tushmasligi kerak-da. 950 USD dan bosyapmiz. İşte 170 mingdan bo'lyapti. Bo'lmadi. O'xshamadi. Qani. Уже. Nima qilar ekan? 3+ berib ya bo'ladi. 3+ berib dahshat bo'lardi. Yo'q, o'xshamadi. Nima qilar ekan endi? Nima deysizlar bo'la? Necha plyus beragan? 950 yusidan. Davay. 3+. Qo'lni oqizib beryapti bu. 1+. Garantированный. Уже 2,5 yusiga o'tdi. Уже 2,5 yusi. 6 ga o'tgandan keyin tamom oqqizadi. Boshda beryapti. Qayta olmasam bo'lmaydi. 2,5 yusi bosamiz. Давайте. 3+ bermasa 8, ikkita jeton bilan narxiga arzirdi. 6 ga tushmasligi kerak. Nima bo'lsa ham 6 ga tushmasligi kerak. 6 ga tushib qolsa oqqizadi. 2,5 yusidan yana. Qancha yusi qoldi bizda? 8363 yusi. Давайте. 2+. Yana oqqizib beryapti-ku bu. Слишком. Nima deyish bilmay qolyapman, bilayim. Давайте. 3+. 6 ga tushmasligi kerak-da, nima bo'lsa ham. Chiqib ketib qaytadan kirmasam bo'lmasdi bo'la. Azart kuchli bo'lyapti-da, azart слишком kuchli. Mana bu boshqa gap. Уже bitta jeton olamiz. Уже 5800 ortib qoldi. Dahshat bo'ldi-ku. 6 ga tushganda oqqizib yuborardi. Уже bu yoqda yana X kostyum ochib tashladim. X kostyum ochganimdan keyin uni videosini keyin chiqazaman. Hozir уже Bugatti'ni olamiz. Qaysi birini olsak bo'ladi? Qaysi biri? Menga mana u yangisi yoqdi-da. Yangi qizili yoqdi. Men sochga ham jeton yetar ekan, sochiga ham qiziqdim. Sochini ham olsam bo'lar ekan. Olib qo'yaman. Yana ham o'ylanyapman, yig'sammikin yo turaversam yo olsammikin. Nima deysizlar bo'la? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Abdushi sizlar uchun harakat qilyapmiz. Obuna bosib qo'yinglar. Mana shu yoqdi-da menga. Mana shuni olsam. Yo nargi ham yoqardi-da. Mana La Ulture degani bor-ku, o'sha ham yoqardi oqqa. Mayli, o'tdi shuni olaman. Салам алейкум, Bugatti, салам алейкум. Уже тренировкаga kirib oldik bolalar. Mana ovozni eshitib ko'ringlar. Qaranglar qanday. Вообще четкий. Ko'rinishlari вообще dahshat, super kar уже. Ingichka. Ovozni eshitib ko'rdinglarmi? Hozir ichiga o'tib ko'ramiz. Yurish orqasidan mana mashina olovini qaranglar.
qizil bo'lib yonar ekan. Ichi mana. Ichi slishkim dahshat Bugatti, dahshat. Вообще chiroyli. Menga yoqdi. Juda yoqdi mana shu Bugatti. Qani? Ana. Menga yoqyapti slishkim bunaqa. Sizlarga ham nasib qilsin. Bo'ldi, xullas, men o'zim sotib oldim. O'zim saytidan, Midasbaydan. Kimlardandir tashlatganim yo'q. O'zim sotib olyapman. Agar kimlargadir kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zim olib beraman. Arzon narxlarda. Ustiga pul qo'ymayman.